Abdukerimxon Mahsum, diniy olim, tunulgan jamoat arbobi, Sharqi Turkiston ma'rifining asoschilaridan biri, inqilobchi, Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining ma'rif ministri, Qashqarning valisi Abdukerimxon Mahsum 1870-yili Qashqar shahridagi o'qimishliq ma'rifatparvar oila bo'lgan Abduqodir Qozi Kalonning ikkinchi o'g'li Ablimit Hojimning oilasida dunyoga kelgan. Uning cho'ng dadasi Abduqodir Axun 19-asrning oxirigacha Qashqarning Qozi Kaloni bo'lgan. Xalqqa tunishliq jamoat arbobi edi. U Arab, Paris, Urdu, Türk tillarini yaxshi biladigan fiqshunos, yuksak bilimga ega diniy olim edi. Abdukerimxon Mahsum balalik davrini ma'rifatparvar dadasi Ablimit Hojimning tarbiyasida o'tkazgandan keyin 1875-yillardan boshlab toki 1905-yillargacha bo'lgan 20 yil jarayonida Qashqardagi koni zamoncha diniy maktablardan Qashqar xonliq madrasasigacha bo'lgan oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qiladi. U balaliq va yoshlik davrida sho'x, tetik, ziyrak, g'ayyur, mijozi chus edi. Tashqi dunyoga qiziqadi. Savdogarlardan dunyo vaziyatini so'rab, bilib turadi. Shuning uchun u zamondoshlaridan alohida farqliq, iqtidorliq, qobiliyatli bo'lib yetiladi. Shunga zamondoshlari uni so'zman, zakotchi deb atashadi. U yillarda Qashqarda Charusiya, Angliya, Shvetsiya qatorliq davlatlarning elchixonalari bor bo'lib, Charusiya bilan Angliyadan iborat ikki jahongir davlatning siyosiy raqobatidan boshqa savdo raqobatimi nihoyatda kuchli edi. Abdukerimxon Mahsum chet-elliklarning Sharqi Turkiston ziminidagi erkin faoliyatlari, Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasi ostidagi Sharqi Turkiston xalqining ichinishlik ahvolini ko'z oldiga keltirganida qattiq azoblanadi. O'zlariningmi boshqa millatlardek taraqqiy qilib kuchlanishini, Uyg'ur xalqiningmi boshqa davlatlardek mustaqil davlatning bo'lishini kech-kunduz orzu qiladi. U tajovuzchilarga qattiq nafratlansa, chet el savdogarlarining Sharqi Turkistonning ichki tashqi savdosini monopol qilib olganiga g'azablanadi. U mana mushundaq bir vaziyatda o'sib yetiladi. Abdukerimxon Mahsum o'qishni tugatib, tijoratga kirishib bir mazgil o'tgandan keyin dunyo taraqqiyoti, dunyo vaziyati va xalqaro savdo tijorat ahvollarini o'zi bevosita kuzatish maqsadiga kelib, o'zining bu niyatini otasi Ablimit Hojimga aytadi. Ablimit Hojim o'g'lining niyatini tushungandan keyin uningga mol jabdib beradi. U 1907-yildan 1911-yilgacha ikki qatim Charusiya tavasiga savdo tijorat bilan chiqadi. Bu jarayonda Charusiyadan iborat tashqi dunyoni ko'radi. Dunyodagi taraqqiyotlar, yangiliklardan xabardor bo'ladi. Dunyoning siyosiy vaziyatini kuzatadi. Charusiya ishg'oli ostidagi Türk millatlarining ilg'or fikrli kishilari bilan uchrashib, fikr almashtiradi. Ham savdo sanoat taraqqiyoti to'g'riliq uchur egallaydi. Anjon, O'sh qatorliq joylargacha sayohat qilib berib, u yerlarga ish izlab chiqib, yo'l do'qmishlarida dugduyishib turgan hunarvan, paxtikor degandek bichora jabbokash xalqi bilan hol mung bo'ladi. 1883-yilgacha elidan Yettisuga ko'chib, o'rinlashib qolgan yuriki laxta qon bilan to'lib ketgan xalq bilan ko'rishib, ulardan hol so'raydi. Abdukerimxon Mahsum Charusiyadan nurg'un tajriba va bilimga ega bo'lib qaytib keladi.
u qaytib kelgandan keyin oldi bilan Qashqardagi bir qism ilg'or fikrli kishilarni harakatlantirib, zamonga uyg'un yangicha fanniy maktab ochishga tutish qiladi. U 1913-yili Yusuf Qo'qon, Valixon Boy, So'piniyaz Hojim, Mahmud Hojim Mashinchi, Niyoz Hojim Tömür, Imin Tomchi qatorliq kishilar bilan birlikda Qashqar shahar Jonon ko'chasidagi Yusuf Oxun degan kishining qo'rosida Qashqar tarixida tunji qitim bir sinfliq fanniy maktab ochadi. Bu maktabda tunji qadamda 26 o'quvchi o'qiydi. U yillarda o'qituvchi tepish bakmi qiyin edi. Bu vaqtda Abdukerimxon Maqsum Akufga musobaylar bilan ko'rishib, ili orqali Turkiyadan Ahmad Kamal, Abubakri Apandi, Emir Molla, Abdurahmon Apandi, Mukarram Qari qatorliq 5 kishini Qashqarda o'qituvchilik qilishga taklif qilib elib keladi. 6 oydan keyin Toshmiliqda yana 2 sinfliq bir maktab ochadi. Bu tajovuzchi Xitoyning amaldori Yiligar Yang Zingshin, ya'ni 1863 dan 1928 ning davri bo'lib, u fanniy maktabni o'zining mustabid hukmronligi uchun xavf deb qarab, amdil ichilayotgan bu maktablarni ujuqtirish uchun biror bahona izlashga boshlaydi. Shu yili Qashqardagi Angliya elchixonasining muhofizatchi saqchilarining xizmat vaqti to'shib, davlatiga qaytadigan vaqtda Qashqar atrofidan necha o'nlagan yosh o'g'il qizlarni dallallar orqali aldab Hindistonga ilib ketmoqchi bo'ladi. Ular Toshmiliqqa kelganda Toshmiliqning begi Toshbek bu inson tujorlarini sezib qilib to'sib qo'ydi. İngilizlar Yang Zingshinga arz qiladi. Yang Zingshin inglizlarga xushomad qilib Toshbekni jazolamoqchi bo'ladi. Bu xabarni anglagan Abdukerimxon Maqsum xalqni safarbarlikka keltirib, Toshbekni qo'g'dab qoladi. Shuning bilan inglizlarning Uyg'ur yoshlarini ilib qochish plani barbod bo'ladi. Ammo bu voqeadan keyin Abdukerimxon Maqsum birdinla Yang Zingshinning diqqatini qo'zg'aydi. Dal bu vaqtda aran turgan mutaassib kuchlar Abdukerimxon Maqsumni Yang Zingshinga, ya'ni maktab ochaman deb askar tarbiyaladi degandek tuhmatlar bilan chaqidi. Mutaassib kuchlarning bu chiqimchiligi Yang Zingshinning dal orzusidek bo'ladi. Shuning bilan amdili ichilgan maktablar tarqilib, Ahmad Kamal eliqol qo'lga ilinib, keyin Xitoy orqali Turkiyaga yo'lga silinadi. Qolgan 4 nafar o'qituvchi yoshirin holda Turkiyaga ketishga majbur bo'ladi. Abdukerimxon Maqsummu Qashqarda tura olmay vaqtliq Sovet ittifoqiga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Abdukerimxon Maqsum Sovet ittifoqida bir mezgil turgandan keyin Qashqarga qaytib kelib, yana ma'rif xizmati boshlaydi. Ammo ko'p o'tmay uning eng yaqin odamlaridan 5 kishi orqa-orqadan tutqun qilinib, izderaksiz g'oyib bo'ladi. U yana Sovet ittifoqiga qochib ketishga majbur bo'ladi. 1923-yilining o'ttirlari Qashqarga qaytib kelib, yana siyosiy va madaniy faoliyat bilan shug'ullanadi. 1924-yilidan boshlab Sovet ittifoqidan mol keltirib, Qashqar bozorlarini xalqning ehtiyoji bo'lgan sifatlik va bahosi muvofiq mallar bilan ta'minlaydi. Uning mallari Angliya mallaridan 20% dan 30% gacha arzon bo'lib, u mushu usul bilan Angliya savdogarlari bilan raqobatlashib, to'liq g'alaba qiladi. U ichki va tashqi jihatlardan o'ziga qilinayotgan har xil bisimlarga pisand qilmay, mashhur olim Abduqodir Damollam, ya'ni 1870 dan 1924 bilan hamkorlashib Angliya va Shvetsiya xristian din tarqatquchi missionlarga, mustamlikchi dushman kuchlarga va mutaassib kuchlarga qarshi
keskin harakat ilib boradi. Yetim yesirlarga g'amxo'rlik qiladi. Igi chaqisiz, panohsiz kishilarni himoyasiga oladi. Abdukerimxon Maqsum 1924-yilidan boshlab Sovetning Qizil armiyasidan qochib, Sharqiy Turkistonga panohlanib kelgan kishilardan 100 dan ortiq miltiq va o'q-to'ri setib olib, Atosh, Bashkeram, Toshmiliq qatorliq joylarda yo'shurun askar qabul qilib, tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi harbiy ta'lim-tarbiya ilib boradi. U uzun o'tmay Yangzinshin hukumati tarafidan sezilib qilib, Yusuf Qo'qon, Valixon Boy, So'piniyaz Hoji qatorliq kishilar bilan tutqun qilinib, Oqsuga palanadi. U 1924-yilidan 1933-yilgacha Oqsu turmusida yotadi. 1933-yili 3-oyda general Temir Eli, ya'ni Temir Sijang 1886dan 1933 Oqsuni ozod qilgandan keyinla turmadan qutulib Qashqarga yenib keladi. Bu yillarda Sharqiy Turkiston tarixida ajoyib cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Temir Eli Qashqarda turgan mezgilida fanniy maktab soladi. Ma'arif idorasi va Uyg'ur aqartish uyushmalari quriladi. Bu o'zgarishlarda Abdukerimxon Maqsumning o'ynagan roli nihoyat cho'ng bo'ladi. U butun kuchi bilan ma'arif islohoti ilib boradi. Yangi fanniy maktablar ochadi. Barliq imkoniyatini ishga solib, Sharqiy Turkiston inqilobini qo'llaydi. 1933-yili 11-oyning 12-kuni Sabit Damollam, ya'ni 1883dan 1941 rahbarligida Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati quriladi. Bu kun Sharqiy Turkiston xalqi uchun unutilmas buyuk kun edi. Abdukerimxon Maqsum Cumhuriyet qurilishining oldi keynida Sabit Damollam qatorliq inqilobchilar bilan yaqindan hamkorlashib, milliy inqilobga moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan yordam qiladi. Uning hayoti bu kunlarda putmas tugumas xushalliq va hayajon bilan to'lgan edi. U nimishqa xushal bo'lmasin? U nimishqa hayajonlanmasin? Chunki u butun hayoti bo'yicha bu kun uchun yashagan edi. Bu kun uchun tayyorlik qilgan edi. Bu kun uchun kurash qilgan edi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib, 10 minglarcha xalq yig'ilgan maydonda Cumhuriyetning qurilganligi butun dunyoga jakarlangan bu muborak kunda Abdukerimxon Maqsum Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining Ma'arif ministrligiga tayinlandi. Abdukerimxon Maqsum Ma'arif ministri bo'lgandan keyin davlatning barliq imkonlaridan foydalanib, milliy ma'arif xizmatining taraqqiyoti uchun kuch chiqardi. 1934-yili 4-oyning 13-kuni Xo'janiyaz Hojim, ya'ni 1889dan 1938 Sovet ittifoqi va tajovuzchi Xitoy hukumatining besimi ostida bosh ministr Sabit Damollamlarni qo'lga ilishga majbur bo'lib, atalmish Şinjan o'lkasining muavin boshlig'i bo'ladi. 7-oyda Urumchiga berib vazifasida o'ltirdi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondoni Mahmud Muhitti, ya'ni 1887dan 1945 yerim mustamlika holatiga tushib qolgan davlat armiyasi bilan Qashqarda turdi. Mahmud Muhitti 1937-yili 4-oyda tajovuzchi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi amaldori Shinsayning qistishi bilan az bir qism yaqinlari bilan Hindistonga hijrat qilishga majbur bo'ladi. Bu yillarda Abdukerimxon Maqsum Qashqarning valisi edi. Bu vaqtda Tungan Mahusanning qismlari Qashqar shahrida keng ko'lamlik bulongchilik harakati ilib bormoqchi bo'ladi.
Bu ahvolni sezib qolgan Abdukerimxon Maqsum ko'krak yerib, Maxusanning oldiga berib, uni bulangchilik qilishdan to'sib qoladi va Qashqarning bir qism boylaridan pul yig'ish qilib beradi. Shuning bilan Qashqar xalqi o'zlariga qosh bilan kirpikning orliqida yiqinlab kelgan dahshatlik bir balodan qutulib qoladi. Abdukerimxon Maqsumning Maxusanning oldiga berib, mardonalarcha turib, uni bulangchilikdan to'sib qilishi hargizmi oddiy ish emas edi albatta. Chunki Tungallar 1934-yilimi Qashqar shahrida 3 kun bo'yicha dahshatlik bulangchilik ham qirg'inchilik harakati ilib borgan bo'lib, xalq u kunni hech unutmagan edi. Abdukerimxon Maqsum 1938-yili taklifga binoan Sovet ittifoqiga ziyoratga boradi. Bu yillarda Shinsay Sharqi Turkistonda go'yo quturgan to'nguzdek yirtqichilishib 300 ming atrofida siyosatchilar, yetishib chiqqan ilm ahli, ziyolilar, jamoat arboblari va boylarni o'ltirdi. Iz deraksiz yo'q qilib o'tadi va turmalarga qamaydi. Bu vaqtda Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati yana munqariz qilingan bo'lib, Abdukerimxon Maqsum yor yo'laksiz, yordamchisiz, yolg'iz qolgan edi. U shundoq bo'lsa-mu yanala ümidsizlanmay va qilchi qo'rqib qolmay, maxfiy holda Sharqi Turkiston Ozodlik Tashkiloti ismli bir tashkilot qurib, Sharqi Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirish uchun rasmiy harakatga o'tadi. Tashkilot xodimlarini Aqsu Xotangacha kengaytib, dastlabki qadamda tajovuzchilarga qarshi maxfiy holda har xil tashviqot varaqlari besib tarqitadi. Shinsay qarishliq harakatlari to'g'riliq Abdukerimxon Maqsumdan gumonlangan bo'lsa-mu, biror paket topolmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, 1942-yilning boshlarida Abdukerimxon Maqsumni oilasi bilan birlikda Urumchiga ko'chirib kelib, nazorat ostiga oladi. U Urumchiga kelgandan keyinmi yanala Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qiladi. 1944-yili 7-oyda Ahmadjon Qosimi Shinsayning Urumchidagi 2-turmasidan qo'yib beriladi. U turmadan chiqqan kuni kech Abdukerimxon Maqsum uni Sanshxonzdagi Matar saroyidan chaqirtib kelib, Yanxon Tatar masjidi orqasidagi Xo'ja Ahmad qo'rosida ko'rishib, qisqa vaqtda atrofliq plan tuzib, Ahmadjon Qosimini G'uljiga salomat qochirib o'tadi. Bu vaqtda Qosimjon Qambari, ya'ni 1910 dan 1956 mu 1943-yilining oxirlari Shinsayning turmasidan chiqib, Uyg'ur uyushma qarmog'idagi Sanoyi Nafisada nazorat ostida xizmat qilyotdi. Abdukerimxon Maqsum oradan bir qancha kun o'tgandan keyin Qosimjon Qambarinimi soz va sozanda ilib kelish bahonasi bilan G'uljiga qochirib o'tadi. Shuning bilan birga Shinsayning turmasidan chiqqan o'zining ko'ni sabdishi Qosimtosh Hoji, Ziyoli Abdurahim Sabir va yana bir yoshni Qashqarga qaytishga buyurib, ularning yaqin kelgusida qiladigan maxfiy xizmatlari to'g'riliq yo'l yo'riq berdi. 1944-yili 9-oyda Xitoy hukumatı Shinsayni Sharqi Turkistondan elib ketib, uning o'rniga 11-oyda Wujonshin ismli bir Xitoyni avatadi. Bu Xitoy kelib, uzoq o'tmay ziyofat yig'ini chaqirib, Urumchidagi har soha va har millat kishilaridan bir qism kishilarni chaqirdi. Bu yig'inga Abdukerimxon Maqsummi taklif qilinadi. Wujonshin yig'inda so'z qilib, hozir Urumchidagi turmada 2000 dan ortiq siyosiy jinoyatchilar bor. Bularning ichida 32 nafar yakanlik ishon bor. Men bu ishonlarni at qo'yib bermoqchi. Qolganlarni surishti qilib aniqlayman. Men qurol elib kelmadim.
Buningdan keyin Sharqiy Turkistonda qoral ishlatmayman. Jadu elib keldim. Yezi egilik, sanoat va ma'rifni taraqqiy qildiraman, yaxshilayman, deydi. Bu vaqtda Abdukerimxon Maqsum sahnaga chiqib, yashinib qolganiga qaramay, ko'rsatkich barmoqini Wu Junshinga tanglab turib, Wu Junshin, 32 nafar ishonni qo'yib bersang, Sharqiy Turkiston xalqiga nima foydasi bor? Qo'yib bermasang-chu? 2000 dan ortiq siyosiy mahbusning gunohi nima ekan? Nima uchun ularni qo'yib bermaysan? Ular gunohsiz. Quruq gap qilmay, ularni qo'yib ber. Ularni qo'yib bersang, ondan sana rahmat aytaman. Bu ziyofat uchun un, yog', guruch, go'sht, ko'ktat tayyorlagan xalqimga rahmat. Wu Junshin Sharqiy Turkistonga kelmay turib, jadu tayyorlabdi. U bakma avar bo'pti. Sharqiy Turkiston xalqi gunohsiz. Agar sizlar Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan siyosatinglarni o'zgartsanglar, ondan o'ttirdagi adovat ko'tariladi. Undaq bo'lmaydi ekan, Sharqiy Turkiston xalqini qiribmi tugitalmaysizlar. Bu zamin bizning zaminimiz. Sharqiy Turkiston xalqining egisi bor, deydi. Davlat ministrlari darajasida o'tkazilgan shuncha mehmonlar qatnashgan ziyofatda tajovuzchi Xitoy hukumatining Wu Junshindak rahbari oldida sahnaga chiqib, uning yuziga ko'rsatkich barmoqini tanglab turib, yuqorqi so'zni qilgan kishi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining ma'rif ministri, jasoratlik inson Abdukerimxon Maqsum edi. Abdukerimxon Maqsum 1945-yili 2-oyda Qashqarga qaytib kelibla jiddiy faoliyatga kirishidi. U oldi bilan shahar ziyolilari va har sohadagi ilg'or fikrli kishilar, o'qituvchilar va sifan o'quvchilarini asos qilgan bir guruha Opal, Tashmiliq, Buloqsuv atrofida Qosimtosh Hoji boshchiligida yana bir guruha tashkil qiladi. Bu ikki guruh aslidagi Sharqiy Turkiston ozodlik tashkilotining vazifasini o'z ustiga ilib, qurolliq qo'zg'olonga tayyorlik qilishga boshlaydi. Abdukerimxon Maqsum tashkilot a'zolari va faoliyat doirasini kengaytib, Toshqo'rg'on, Atosh, Makit, Yakan, Qog'iliq, Yangisar, Payzavot qatorliq joylarda muhim amaliy xizmatlarni ilib boradi. 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'ulji shahrida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin Jumhuriyatdan Xitoy turmasidan chiqqili ancha uzoq bo'lmagan bir kishini Abdukerimxon Maqsum bilan maxfiy aloqalash uchun avatidi. Bu vaqtda millatchi Xitoy hukumati bu kishining kim ekanligini bilmagan bo'lsa-mu, shundaq bir ma'lumot topshirib olgan va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bilan aloqasi bor deb qaragan millatchi Xitoy askari ichidagi Xo'ja Ahmad boshliq 11 nafar Uyg'ur askarlarini vahshiylarcha o'ldirib etgan. Buning bilan birga turmadan qo'yib berilgan barliq kishilarni qaytadan umumyuzlik tutqun qilgan. U aloqachimi Qashqarga kelganda tutqun qilingan. Bu chaqda Qashqardagi millatchi Xitoyning Sharqiy Turkistonning janubiy qismi qo'mondonlik shtabining boshlig'i Yangdiliang Abdukerimxon Maqsumdan qattiq gumon qilgan bo'lsa-mu, faqatla isbot topolmagan. U Abdukerimxon Maqsumning kimligini yaxshi bilgachga oldirab qo'l selishga petin olmagan. Shundaq bo'lsa-mu, Yangdiliang 1945-yili 7-oydan boshlab Abdukerimxon Maqsumni bog' ho'ylidan Shaharxon bozoridagi uyga majburiy ko'chirib, 10 necha askar ajirtib, kecha-kunduz nihoyatda qattiq nazorat ostiga olgan. Lekin Yangdiliangning barliq tadbirlari Abdukerimxon Maqsumni to'sib qololmagan. Chunki Abdukerimxon Maqsum intayin aqlliq ham chechan odam edi. Abdukerimxon Maqsum planlagan qurolliq inqilob 1945-yili 8-oyning 15-kuni Toshqo'rg'ondan boshlab rasmiy boshlanadi.
Bu vaqtda Sharqi Turkiston Cumhuriyeti armiyasi shimolda Cho'chak, sharqda Urumchiga, janubda Oqsu tarafga qarab zafar quchib ilgirlayotgan vaqt edi. Uyg'ur, Tojik, Qirg'iz xalqlaridan tashkillangan 200 dan ko'p inqilobchilar tashkillanib 8 oyning 15 kuni shahar ichi Tag'arma, Subishi Davon, Bulungko'l qatorliq joylardagi millatchi Xitoy qo'shinlariga birla vaqtda hujum qilib, bir kecha kunduzla Toshqo'rg'onni ozod qilib, Toshqo'rg'on valiy mahkamasini qurib chiqdi. Bu inqilob 11 moddalik tinchlik bitimi imzolanmoqchi bo'lgan araliqda 1 yildan ortiq davom qiladi. Inqilobchi qo'shin ilgari keyin bo'lib Toshqo'rg'on, Qog'liq, Poskam nahiyyalarini va Qashqar, Yakan va Yangisar nahiyalari atrofidagi nurg'un joylarni ozod qiladi. 1946 yili 1-oyning 2-kuni Sharqi Turkiston Cumhuriyeti hukumati Sovet ittifoqining besimi bilan millatchi Xitoy hukumati bilan urush to'xtatib 11 bitim imzolaydi. Shuningdan keyin har ikki tarafdan bo'lib 25 a'zodan tarkib topgan atalmish Şinjan o'lkalik birlashma hukumat quriladi. Abdukerimxon Maqsum Sharqi Turkiston Cumhuriyetining bir vakili sifatida bu hukumatning a'zoligiga tayinlanadi. Abdukerimxon Maqsum 1946-yili 6-oydan boshlab Ahmadjon Qosimi rahbarligidagi Sharqi Turkiston Cumhuriyeti rahbarlarining qat'iy talab qilishi, shundaqla umumiylik xalqning orzusi bilan Qashqarning valisi bo'lib saylanadi. Abliz Muhammadi Abdukerimxon Maqsumning kotibligiga tayinlanadi. 1947-yili 5-oyda Ahmadjon Qosim rahbarligidagi Sharqi Turkiston hukumat rahbarlari bilan Jang Chichung boshchiligidagi millatchi Xitoy hukumat rahbarlari birlikda hukumat tekshirish munosabati bilan Qashqarga keladi. Bu vaqtda Abdukerimxon Maqsum bilan Ahmadjon Qosim quchoqlashib qizg'in ko'rishadi. Ahmadjon Qosim barliq ish harakatlarida Abdukerimxon Maqsumni yenidan ayirmaydi. Jang Jijung bo'lsa Mas'ud Sabri Bayqo'zini ko'zor qilib yenidan ayirmaydi. Shuningdan keyin Sharqi Turkiston vakillari bilan millatchi Xitoy vakillari o'ttirisidagi xalqning ko'nglini utib, o'ziga moyil qilish maqsadida elib berilgan siyosiy kurash Qashqardan boshlab avjiga chiqadi. 1949-yili 9-oyda kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan tajovuz qilib Sharqi Turkistonni besib oladi. Abdukerimxon Maqsum bu vaqtda 79 yoshda edi. Xitoylar Abdukerimxon Maqsumga xushomad qilib, uning oldida quyruq shipang'ishtib qilmag'ini qolmaydi. Arqa-arqadan buyruq tushirib nurg'un mansab, unvonlar beradi. Chunki Abdukerimxon Maqsum Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyetining bir ministri edi. Qashqarning valisi edi. Sharqi Turkistonda obro'y nupusi eng kuchlik, eng mo'tabar kishi edi. Mo'zdun boshchiligidagi kommunist Xitoy bo'lsa hukumatsiz, qonunsiz bir guruh isyonchilardan iborat qorniyat tajovuzchilar edi. Diniy olim, tunulgan jamoat arbobi, Sharqi Turkiston ma'rif asoschilaridan biri, inqilobchi, Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyetining ma'rif ministri, Qashqarning valisi, marhum Abdukerimxon Maqsum 1955-yili 2-oyning 6-kuni 85 yoshida vafot bo'ldi.